Bo'langiz bormi? Bo'la? Bilasizmi, bo'lasi borlarga havasim keladi. Nimaga? Chunki menda ham borda. Lekin 10 yilda bir uchrashamiz. Unda ham har kuni gaplashib yurganda o'tirib o'zimizcha gaplashib qo'yamiz. Lekin ko'rishganda qo'rqmasdan ichimdagi sekretni gaplarni hammasini bo'lamga bemalol ayta olaman. Nimaga? Chunki bilaman, keyingi uchrashuvgacha esdan chiqib ketadi. Men ham shunaqaman-da. Esimda kichkinaligimda xolam ko'chada setka ko'targanda siltab, silkitib bitta narsani ko'tarib kelardi. Ana shu bo'lamidi. Odam turib sog'inib ham qolar ekan, gohida o'ylab qolaman. Yotib, shunday xolodilnikni ochsam, ichida bo'lam turgan bo'lsa-da deb turib. Hammasi mayli, mana shu bo'lam sog' omon bo'lib yursin. Nimaga? Endi o'zini hayoti o'zi biladi-da.